Batafsil hisobotlarni ko'rmoqchi bo'lsak, hisobotlarga kiramiz va bu yerda hamma hisobotlarimizning spiskasi chiqib keladi. Yangisini yaratish kerak bo'lsa, yangi hisobotni bosib, sotuvlar hisobotini chiqarishimiz mumkin. Shu yerda saqlashni bosamiz. Va savdolarimiz ham bo'yicha tahlilini ko'ramiz. Shunaqa qilib, yalp foydasini ko'ramiz. Bir dona uchun o'rtacha narx bir dona uchun, ya'ni kirim narxi bo'yicha va summalarni ham ko'rib turamiz. Yanada yangi hisobotni ochib, nomenklatura bo'yicha hisobotni ochishimiz mumkin. Ya'ni assadkalarimizni olishimiz mumkin. Shu yerda so'nggi xarid narxi bo'yicha tanlaymiz va saqlashni bosamiz. Tayyor bo'lganda ichini ochib ko'rishimiz mumkin. Qaysi tovardan nechta borligini va qaysi summaga assadkalarimiz borligini ko'rib turamiz. Xaridlar bo'yicha hisobotni olganimizda kontragentlarimizdan, ya'ni firmalarimizdan hamma kirimlarning summasini ko'ra olamiz. Ko'rib turishingiz mumkin firma nomlanishlari va tovarlarimiz va qaysi summaga kirim bo'lganlarini ko'rib turamiz.